Assalomu alaykum azizlar. Ko'rib turganlaringiz deraza romlarimiz Alta Plus 6000 seriya plastik romlarimiz uстановка bo'ldi. Deraza romimiz standart 1.40x1.60 razmerda yasalgan, 5 ko'z fasonda tayyorlangan. Oynalari esa oqqa yo'doy paket oynalarda tayyorlangan. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita bir xil deraza hozirgi uстановка bo'ldi. Bugungi uстановkamiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Mo'riq qishlog'iga uстановка bo'ldi. Bu yerga oldin ham Alta Plus plastik romlarimizdan uстановка qilingandi. Mana ko'rishingiz mumkin. Qolganini ham mana ikkitasini o'rnatib berdik. Xo'sh, deraza romlarimiz kvadrati 850 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berishi bilan sizlarga tushadi 1 metr kvadrati. Masalan, mana shu standart 1.40x1.60 deraza rom bo'ladigan bo'lsa, 1.900 ming so'mga olib kelib o'rnatib berishi bilan qilib beryapmiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Aloqa qilsangiz nomerlarimiz qoldirilgan. Ikkala nomerda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqa qilsangiz kelishtirib suhbatli qilib yasab beraveramiz. Xohlasangiz bu mokka svit bo'ladigan bo'lsa, oq svitlarimiz bor, antrasit mokrasfol svitlarimiz bor, zolotoy dub svitlarimiz va sheffelsk svitlarimiz bor. O'zlaringiz uylarning fasadiga yarasha svit tanlaysizlar. Fasonni ham o'zlaringiz tashab berasizlar. O'zlaringiz aytgan svit, aytgan fason va aytgan materialda yasab o'rnatib beraveramiz. Qo'shni Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo viloyatlariga ham dastavkalarni yo'lga qo'yib berganmiz. Aloqaga chiqingizlar akalar, kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Xudo xolasa bugungi uстановkamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mokka svitimiz juda ham chiroyli svit azizlar. Oynalari ham oqqa yo'doy paket oynalarda qilingan, biriga bir tushadigan rangda. Bugungi uстановkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Shuning bilan hammaga sog'lik, salomatlik akalar. Keyingi uстановkalarimizni ko'rishingiz uchun akalar kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Obunachalarimizga yana ham chegirmalari, skidkalari bo'ladi. Akfalimin kanalida ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar akalar. Sog' salomat bo'lingizlar.